qilyapsiz? Chiqing. Men bildim. Chiqib keting. Bo'lmasa ammamni chaqirmang. Biroq men siz bilan shundoq yotqimba. Ketmang. O'tirib qolay, ketmang. Ket deyman. Chiqib ket. Senlar soatlik uydan chiqib ketaman deyapman. Yo'q, yiqib ketman. Yo'q, Mishqa. Sen ketmang. O'zim chiqib ketmang, o'tirib qolay. Ulamda. Kan. O'tirib qolay. O'tirib qolay. Hey so'ng, ne bo'ldi? Nima ovoz bu? Voy anamay, ne bo'ldi? Ne bo'ldi? Fan, nima qilding deyman? Tag'am bo'lmamda bosqinchilik qilmoqchi bo'ldi. Yo'q, unaqa emas. Meni uyimga kirib, men bilan birga degan edi. Hamisiga mushu sababchi. Mushu uyimga kirib, men bilan birga dedi. Yolg'onlik qilyapsan. Har qaysinglar turg'usi bor deganmidan? Har qaysingning gapiga jaq to'yganman. Erimni ozdiribdiman mataxi. Mau qeri xotin purishning haqiqiy atti bashirisini ko'rganmidan? Mana mendek odam bundaq mehnatlarga surkishib yuradimi? Chiroyiga qarab baqa. Fey, nimalarni deb bildirlayapsan? Chiroyiga qarab baqdaysan o'zingchi, ha? O'zing qanchalik eding? Sendek odam bog'u, saman narxi, tegi past mehnat. O'zingga yizi bo'l. Bo'lmasa senmi bizda kunga qolmay yana. Menmi sendeklarni ko'p ko'rgan. Eg'zingning sesliqligidan erimmi seni tashlab ketadi. Haqiqiy ahvolni bilmay turib, odam tanlashni bilasan. Bu qayerdanlar? Yo'q. Uyimda darhol yo'qol. Seni ishkinchi ko'zim ko'rmisan. Yo'qol. Mening uchun bundaq mehnat uyingda turg'im yo'q. İşkan muşyada siz üleş. Yo'qol. Uzak. Bir ömür mehnat hayvanla uçurab o'tgay. Hozirla yo'qol. Sen qadın nimalarni qilding, ha? Bu nomusni bilmaydigan. Shu buzuq bilan birga yotdingmi, ha? Bana sen bu ko'zimdan yo'qol. Tez yo'qol, va buzuq. Qancha yiroq ketsang, shuncha yaxshi. Qaytib kelsanda, yo'qol, darhol ket. Nega bog'ing bo'lsa, shu yerga bog'in. Voy, menga yalvorib turdigan joyni bilsangiz deb ketayotgan edim. Keynida nima bo'ldi? Tuzliqimni chaqdingmi? Musha holingda nega borasan? Yana qaytib kelib menga yelinig'icha bo'lma. Uqdingmi? Xotirangni jam qil. Herkes qaytib kelmayman. Boshqalarga sendek past qonunning borlig'ini demayman. Voy, bu buzuqni qara gapini. Bo'ldi, qo'l tekkizma. Gap bo'lsa chiroyli chiding. Sarg'ib bo'ldingmi? Sen nimaga aralishatding? O'ta bu yoqqa. To'xta. Voy, bek orqat. Yo'qol. Qo'lini tut, orqat. Voy, orqat. Bo'ldi qil deyapman. Og'rib ketdi. Bo'ldi qil, o'zingni besol. Bo'ldi qil. To'xta. Voy, qarag'anda bo'rilma bu uydan ketmoqchi bo'lgan ekansan-da. Buzuq yigiting bilan bo'rilma birga turmoqchi ekansan-da. O'qishingni bitmay turib, qo'sog'ini qilgan edi. Mendan ansirma. Men sen emas. Er kishi deb qo'yniga kirib olmayman. Yaxshi qarab tanlab tegiman. Mavlatidek yaramas erini topmayman. Juvoy nimak? Bo'ldi qil. O'zingni besol. To'xtab qol. Bo'ldi qil. Bu o'lmaydigan xayri. Bo'ldi. O'zingni besol. Nima ish qilib beqolatdi? Bo'ldi qil deyapman. Endi beshamlik bo'ldi qil. Tez yo'qol. Qalay. O nesbasqor. Buzuq. Bek ko'ranglab ketma. Ko'chada qilib qolganingni ko'raman qo'tixi. Yaxshimisiz voyacha? Yaxshi. Bugun baldorlik kelib qapsiz-ku. Siz bilan xizmatning kepini qilishay degan. Shundaqmi? Qani danga. Men yangi uyga ko'chgan. Ijarasi necha 10 ming ekan.
Ciddi pul lazım bo'ldi ma. Lekin oldin qitim necha 10 minglik ish ag'antdingiz xo. Voy acha. Mao ijara bilan somkag'la 30 ming ketdi. Kirim buyumlari, teri asrash, sog'lomlik mahsulotlariga faqat yetmaydi ekan. Voy acha, ko'proq ish bering. Voy, lekin siz oliy darajalik mehmonlarni qabul qilasiz xo. Shunga eng yaxshilarini tepib tunishtirmasam bo'lmas yoki eliqidek qiyirg'an bay pulni ko'ziga qaramaydiganlari har qitimda 50 mingdan tashlaydiganlar bo'lsa bo'lamdi ya. Yo'q. Ay, sirtkilarning xaridorlarini talashqim yo'q. Dushmanlik bo'lib qolaman. VIP bo'lsa, billa aylanib, tamoq yesak, kuniga 3-4 qitim chaplassimo. Chidiyalayman.